Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli tinglovchilar, sizlarga oldingi mavzularda boshlagan inson hayotining ikkinchi omiliga doir ma'lumotlarni davom ettirsam. Hozirgi kunda ana shunaqa 4 xotinli boyvachchalarga huquqshunos vakolatli insonlar qistu qafas qilib so'rasa, zagiz hujjati bor xotinigina ko'rsatib, mana xotinim deb qolgan 3 ta xotindan uyalmay tanib, cho'rilar, xizmatkorlar, xizmatlariga yarasha maosh to'layman deyishdan toymaydilar. Shariat peshvolari noqonuniy nikohlab qo'yishga chek qo'yishsagina ko'payish tizimi adolatli bo'lar edi-da. Bu ikkinchi hayot omili shunday omilki, kuch-quvvat va aql tafakkur o'z o'rnida ishlatib orqali shaytonni 99 ajaliga chap berib, bolalarni ko'paytirib, yaxshi insonlar qatoriga qo'shib, o'zlarini oilalariga, jamiyatga xizmat qilib, el o'rtasida yaxshi nom olib, el ardog'iga loyiq o'rin topib, davlatga xizmatingiz bilan turli mukofotlarga loyiq topilib, keksaysangiz-da nuroniy maqomga erishib, yashashga olib boradigan zaxirani to'playdigan davr sanalishini eslatmoqchiman. Men sizlarga hayot tajribasidan kelib chiqib, bu davrga doir 2 xil yashash tarziga doir yashash usulini bayon etmoqchiman. Ulardan birini tanlash o'z ixtiyoringizdaligini ham eslatmoqchiman. Birinchisi, oila qurib 1-2 yil yashab, so'ngra hayot talabiga ko'ra kelinni o'zida qoldirib, pul topishma ilinjida turli davlatlarga shu vaqtni yorlarni qo'llab, mo'may pul topib, mashinalar, qasr binolar qurib, oila va bolalar tarbiyasi tul xotinga, ya'ni uyda qoldirilgan xotin zimmasiga topshirib yashayotgan insonlarni havas qilasizmi? Ikkinchisi, o'ylanib, ertalab turmush o'rtog'ingizni peshonasidan o'pib, erkalab, ota-onadan shu kun uchun duo olib, bolalarni o'qishga kuzatib, o'z davlatingiz talab qilgan vakolatli korxonalarda xizmat qilib, kuch-quvvatingizni, aql va tafakkuringizni o'z xalqingiz va davlatingiz ravnog'iga sarflab, berilgan maoshingizga sabr qilib, elimizda gap bor, pulni topsa bo'ladi, ammo uni sarf qilishni bilmoq kerak degan omilga ko'ra, risoladagi boshpana bo'la turib, qasr qilishga yetmasa-da, hech kimdan qarzdor bo'lmay, kech ishdan qaytib kelib, oila davrasida xotiningiz damlab qo'ygan palovni ota-ona, xotin va bolalar bilan tanovul qilib bo'lgach, oila, bolalar tarbiyasiga doir amallarni, maslahatlarni bajarib, sabr qilib yashash tarzini xohlaysizmi? Inson boylikka to'ymagan va to'ymasligini ham biladilar. Men yana eslatmoqchiman. Nuh payg'ambarimiz 1050 yil yashashni bilganimda kapa ham qurmagan bo'lar edim degan ekanlar. Biz boylik ilinjida turli davlatga boraylik, lekin qonuniy borib,
bola chaqalarni ham olib borib shu yurtlarni ko'rsatib, muddati tugagach oilangizga kelib yashashingizni juda xohlar edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Studiyamga a'zo bo'lishni unutmang.